Bizim ishonchimizlar masjidimiz, başka sabab bo'lib, masjidlarimiz juda yomoni botqoqlar edi, o'ngin-dungin yo'llarda kelib o'zi qilib bergan. Biz aytmaganmiz, yordam qilib, o'zi addushi qilib, nomona qilib, yordam qilib bergan. Bir qancha qolganlarni ham eshitdik. Ko'p boshqacha ham navez qilib, yordamni juda ko'p qilgan. Ko'p yo'llarni qildi, ko'p yaxshilarni qildi. Bular minnatdormiz. Qavm minnatdor. Duo qilamiz. Ashna ko'plar yordam bergan, yaxshilarni qilgan. Odamlar hammasi biladi. Hozir eslab turamiz, yaxshilarni qildi. Namozga kelib, namoz o'qib kelib yurgan odamlar hammasi biladi qilib berganini. Endi kelajakda boshqani ham yana ishlarni boshqalarni qilib beraman degan. Xudo xohlasa qilib beradi, mana va'dam berganlar. Elga xizmat qilib kelyapti ular. Rahmat ularga, uning o'g'illariga, hamma nimalarga, manlarga rahmat. Mashalarga ilohim. Shu bolalarning umrlari uzoq bo'lsin. Nima maqsadi bo'lsa, maqsadlarini bersin. İşleri ilgari qilsin, yuzini yorib qilsin, har xil balo-ofatdan o'zi saqlasin, ijilik bo'lsin. Alloh